3,5 yoshli bola VIP xatnaga kelgan, lekin hech ko'nmayapti, rosa yig'layapti. Bilmadim qanday o'tkazamiz. Hozir xudo xolasa mana bu yerda yotib o'ynashyapti. Xudo xolasa VIP xatna qila olsak, bu katta gap. 3,5 yoshni. Lekin ko'nmasa ba'zilarni uxlatishga to'g'ri keladi yoki standart qilishga to'g'ri keladi. Nima degani? Standart deganda ukol qilinmaydi, 2 daqiqada xatna o'tadi, 5 minutga kirib chiqadi. VIP deganda vaqt ko'proq ketadi, mahalliy kichkina inyeksiya qilinish hisobiga hech narsani sezmaydi, xotirjam bolalarni qilsa bo'ladi. Kattaroq yoshdagilarga yaxshi. Uxlatish kerak bo'lgan holat bu ingalyatsiya qilib uxlaydi, tomiriga ukol qilinmaydi, narkozga o'xshab chuqur uyquga ketmaydi, shunchaki tinchlanib uxlaydi. 4 yoshdagi mana shunaqa bolalar, bu ham 4 yoshga yaqin qo'rqoq bolalarga shu ma'qulroq hisoblanadi stress olmasligi uchun va unga uxlagandan keyin mahalliy inyeksiya qilib og'riqlantirib o'tkaziladi. Mana shuni biz joriy qilganmiz. Har bitta bolani ruhiyatiga qarab biz kerakli og'riqlantirish usulini tanlaymiz. Xatna jarayoni esa hammasida bir xil kechadi. Termonojda xatna qilinadi. Bulbuli uzun turgan bo'lsa, unga choq qo'yilmaydi, tikilmaydi, qonamaydi standart holatda. Kichkina bo'lsagina choq qo'yiladi, uni ham sezmay qoladi agar VIP bo'lsa yoki sedatsiya bo'lsa. Mana shularni biz ishlab chiqarganmizki, har bitta yoshga moslab xatnani o'tkazishga.